moliya yig'ilish qatnashchilari bugun mana 9-aprel bankning demak mijozlarni uchrashuv o'tkazgan kuni mijozlarning kredit so'rab kelish bo'yicha murojaatlar bo'yicha yig'ilishimiz mana ko'rib turibsiz ishtirokchilarni demak bugungi ishtirokchilar bo'yicha mijozlarimiz demak kredit so'rab kelgan demak birinchi navbatda shu Shavkat akamiz demak moliya ko'rimi bo'yicha kredit so'rab kelgan moliya to'lovlarimizni demak ajratish tartibi demak o'zini o'zi band bo'lgan shaxslarga 1 yil demak garov yillar hisobiga demak 3 yil muddatga 6 imtiyozli davr bilan demak 100 milliongacha bo'lgan miqdorda garov miqdoridan kelib chiqib kerak miqdorda ajratiladi. Demak o'sha tartibga ko'ra bu uchun biron bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish kerak mijozlarimiz. Shu tartib bo'yicha demak amal qilish bo'yicha murojaatlarimiz demak ko'rib chiqiladi. Navbatdagi demak ishtirokchilarimizga ham mijozlarimizga ham kreditga bo'lgan ehtiyojini daftarda hozir birma-bir hammasini o'rganishimiz kerak. Bo'ldi. Bo'ldi.